OFC servis nafaqat korzinka, havas yoki boshqa tijorat binolarini, balki oddiy xonadonlarni santexnikasini ham ideal darajada bitirib bera olar ekan. OFC servisga murojaat qilishdan oldin ko'plab boshqa santexnik xizmatlarni ko'rsatadigan insonlar bilan, kompaniyalar bilan muloqot qildik. Lekin OFC servis tanlashimizda ko'pgina omillar asosiy rolni o'ynadi. Bulardan bittasi bu OFC servis taqdim qilayotgan narx-navosi. Ya'ni bozordagi eng arzoni deya olmayman, lekin narx tomonlama bizni ko'rgan ko'plab boshqa santexniklardan ancha qulayroq taklif berishdi. Ikkinchisi, OFC servis bu shunchaki bitta santexnik emas, balki katta kompaniya bo'lganligi. Ya'ni ertaga men ulardan aniq kafolat ola olaman, men ularga bemalol katta obyektimni, hattoki o'zimning xonadonimni ishonib topshira olaman degan fikrga keldim. Uchinchisi bo'lsa, OFC servis juda ham katta portfolioga egaligi. Ya'ni meni xonadonim santexnikasini qilishdan avval bu tashkilot korzinka va boshqa ko'plab katta kompaniya va brendlarga xizmat ko'rsatib kelgan va xizmat ko'rsatib kelayotganligi meni tanlov qilishimda eng asosiy rolni o'ynagan sifatlardan bittasi bo'lib qoldi. Xonadonimizni hozirgi holatda ular bir korpusini demontaj qilishda, ya'ni eski santexnikani mutlaqo olib tashlab, yangi zamonaviy santexnika holatiga keltirishdi. Ikkinchi korpusimiz bo'lsa, noldan korobka holatida, noldan santexnikasini yig'ib berib, hozirgi holatda cho'pli pol, radiator, barcha issiq va sovuq suvlar kanalini o'tkazib bo'lishgan, kanalizatsiyani bitirishgan, nasib bo'lsa yana 10 kunlik ish jarayoni davomida kachollarimiz va mutlaqo santexnikamiz to'laqonli ishga tushadi deb aytishyapti. Ishni boshlaganimizga 10 kun bo'lmasdan turib, bizi ishimizni deyarli 60% ni yakunlab bo'lganimizdan bulardan juda ham mamnunmiz va sizga boshqa insonlarga ham bu kompaniyani qo'rqmasdan tavsiya bera olamiz, chunki yuzimiz Xudo xolisa yorug' bo'ladi.